tayyorlashda birinchi navbatda agar eski daraxtzor bo'lsa uni olib tashlash kerak, keyingi navbatda omochlash kerak, chuqurroq omochlash kerak. Bu nimaga nisbatan olinadi? Chuqurroq omoclansa, shu bilan u yerga qaytib aynan o'sha daraxt ekilgan joyiga qaytib omoch traktorlari yurilmaydi. Ikkinchi navbatda bu keyin chizil qilinadi, yaxshilab va bog'dagi xashak, tomirlar hammasi terib olib tashlanishi kerak. Va uchinchi navbatda oxirgi holat bu molaga olinadi, tekizlash. E'tibor berib ko'rsangizki, 3,5 gektarlik yer maydon tekiz molalangan va razibkalar o'rnatilgan. Mana bu razibka deyiladi. Razibka belgi ekiladigan, ko'chatlar ekiladigan joylar belgilab qo'yiladi. Mana cho'p bilan tortilgan holatda albastr orqali belgilanadi va o'sha nuqtalarga mevali ko'chatlardan ekiladi. Traktor hozir bu yerga tomchilab sug'orish texnologiyasi o'rnatiladi. Suvni ekonom qilish hozirgi kunda dolzarb mavzu bo'lyapti. Shu sababdan suvni ekonom qilish kerak bo'ladi. Shu sababdan suv ekonom tizimi o'rnatiladi. Samsung bilan hozir sentralniy asosiy ishlanglar o'rnatiladigan yo'laklar qo'llanyapti. Xudo xolasa inshaalloh bu yerga ekiladigan bog', ekiladigan jarayonlar va ekilgan holatda qanday holatda 4x2 sxemada ekilyapti, bu yerga shoftoli ekilyapti. Bu qanday holatda ekildi va erta bahorda qanday holatga keldi, ya'ni may oyida daraxtlar ekilgan ko'chatlarning holati qanday, bu haqida ham gruppalarimizga video ko'rinishida qo'yib boramiz. Hozirgi kunda mana ishlar boshlangan. Sizlarda ham xuddi shunaqa ishlardan foydalangan holatda ishlarni boshlashlarni maslahat beraman. Chunki noyabr oyida ish boshlash bu juda ham kech qolishga olib keladi. Sizlar ertaroq, hozirgi shu bugundan ish boshlanglar. Agar ish boshlamaganlar kech qolyapsizlar, chunki noyabr oyiga ekish uchun yerlarni xuddi shunday tayyor holatga keltirish kerak bo'ladi. Hozirgi kundagi asosiy mavzu shu. Bog'dorchilik sohasida bog' ekish kerak bo'lsa, tayyorgarlik ko'rish kerak.